Assalomu alaykum, aziz ayollar, yaxshimisizlar? Sizlar uchun bugun judayam qiziq mavzuda dars tayyorlab qo'ydim. Ya'ni turmush qurgan ayollarimiz uchun judayam kerakli va o'zlarini yaxshilab tekshirib olishi mumkin. Qanaqa muammolar bo'lyapti, qanaqa etapda ketyapti, hammasiga o'zingizda to'liq savollaringizga javob olishingiz mumkin. Bu darsimiz aytmoqchimanki, oxirigacha tomosha qilsangiz, sizga bonus sovg'am ham bor. Endi boshladik. Xo'p, agar turmush qurgan bo'lsangiz, demak, diqqat bilan tinglang. Sizda ichingizda maxfiy qanaqadir muammolar bormi? Savol bering o'zingizga. Eringiz sizdan qanaqadir uzoqlashib ketyaptimi yoki a, o'rtalarida qanaqadir ko'rinmas parda yoki bo'lmasam ko'rinmas devor paydo bo'ldimi? Qandaydir avvalgidaqa bog'liqlik yo'q. Avvalgidaqa deganim bu yangi turmush qurgan paytingizda yangi kelin-kuyov paytingizda shunaqa bir-biringlarga boshqacha muomala qiladigan bo'lsanglar, bu narsa yillar davomida sovuqlashib, uzoqlashib, bir-biringlardan qanaqadir zerikish yoki bo'lmasam prosta er-xotinlik munosabati emas, prosta bog'liqlik. Masalan, oila bu farzandlarmi yoki oila degan mas'uliyat bog'lab turgandek majburan yashayotgandek bo'lsangiz, qarang, bu muammo ichingizda bo'layotgan savollaringiz уже mana bitta-bitta o'zingizga savol berishni boshlaysiz va mendan javoblarni olasiz. Qarang, qanaqadir g'alati o'zgarish paydo bo'lmadimi? Oxirgi paytlarni o'zingizni tekshiring. Ya'ni sizni o'zingizda qanaqadir o'zgarishlar bo'lmadimi? Yaxshilab o'zingizni kuzating. Nimadir не to'ga o'xshamayaptimi ichingizda? Yoki ichki organlaringiz ishlash funksiyasi qanaqadir boshqacha ishlayotgandek tuyulmayaptimi? Endi sizda hissiyot yo'qolib qolmadimi? Yoki yo'qolib qolgan yoki pastlab qolgan. Ya'ni sizni jinsiy yaqinlikka bo'lgan xohishingiz va turmush o'rtog'ingizga bo'lgan qanaqadir bog'liqligingiz, siz masalan xohlab jinsiy yaqinlik qilyapsizmi yoki majburan jinsiy yaqinlik qilyapsizmi? O'zingizda xohishlaringiz qanaqa? Va xohish bo'lganga yarasha orgazm va jinsiy yaqinlikda sezgirlik qaysi darajada? Bularni ham o'zingizni ichingizga quloq solib, har bitta savolingizga javob izlab turing. Endi eng yomoni nima bilasizlarmi? Noqulay vaziyatga tushib, jinsiy yaqinlik paytida, ya'ni eng nozik paytda havo chiqib ketib qolishi. Bu ko'p ayollarda bo'ladi va ayollar aytishadiki, "Hijolat bo'lib ketaman, nimaga bunaqa, buni qanday yo'qotsam bo'ladi?" deb menga ko'p savol berishadi. Xuddi shunaqa sizda ham havo chiqishlari bormi, yo'qmi yoki chiqqan bo'lsa, qaysi paytlarda chiqyapti? Yoki chiqish darajasi qanaqa? Har safar jinsiy yaqinlikda havo kirib chiqadimi? Intim zonangiz kengayib ketganini sezasizmi? Turmush o'rtog'ingiz oldida eng nozik, eng birlashgan paytingiz bunaqa hijolatli holatga tushasizmi, yo'qmi? O'zingizga savol bering. Endi davom etamiz, qaranglar. Bu narsa mm, xuddi ayol kishini qo'g'irchoqqa aylantirib qo'yganga o'xshaydi. Ya'ni siz xuddi o'zingiz emassizda, qanaqadir majburan yaqinlik qilasiz, jinsiy yaqinlik paytida rol o'ynashga harakat qilasiz, sezgirligingiz pasayib ketgani uchun hech narsani sezmaysizda va o'zingizni o'zingiz qo'g'irchoqdek his qilib, haqiqatda ayolligingiz yo'qolib qolganidan judayam bir ichki holatingizda o'zgarishlar bo'ladi. Shunaqa tushkunlikka tushib ketib qolasiz. Sizda keyin jinsiy yaqinlik deganda qo'rquv paydo bo'lib qoladi. Agar sizda ham shunaqa holat bo'layotgan bo'lsa, diqqat bilan eshiting, davom etamiz. Qaranglar, bu narsa nimani keltirib chiqaradi? Sizdagi qo'rquv, xavotir, uje stress hammasi birlashib ketadi-da va jinsiy yaqinlikdan uje qochasiz. Turmush o'rtog'ingizni qoniqtira olmayotgandek yoki turmush o'rtog'ingizni ko'ngli to'lmayotgandek his qilishni boshlaysiz. Bu narsani aytmasligi mumkin. Doimgidek jinsiy yaqinlik davom etishi mumkin. Siz bu narsani yopish uchun har xil obrazlarda ko'rinib, xonani yasatib, o'zingizga masalan oro berib, yuvinib, taranib, chiroyli kiyinib va
toraytiruvchi qanaqadir vositalardan foydalanib, shu muammoni yopmoqchi bo'lasiz. Bu narsa bilasizlarmi qanaqa ishlaydi? Toraytiruvchi vositalar agar xohlasanglar darsligim bor shu YouTube kanalimda. Buni ko'rib chiqishingiz mumkin. Qanaqa funksiyada ishlashini va siz toraytirmoqchi bo'lib ishlatgan shu vagina shunaqa holatda, tor holatda bo'lishi kerak, lekin sizda kengayib ketgan holatga shu toraytiruvchi vositani kirgizasizda va bir qavat eng shilliq qavatini zararlaysiz. Ishirib olasiz. Keyin jinsiy yaqinlikda havo chiqmasmikin, endi hijolat bo'lmasmikinman, intim zonam shunaqa mahkam zo'r turib berarmikin deb shuni qo'llaysiz. Bu narsa boshida qandaydir torlik hissi paydo bo'lgandek bo'ladi, lekin rezki bo'shashib ketadi. Avvalgidan ham battar bo'shashib ketishi mumkin. Chunki uni ancha zararlab qo'ygansiz. Endi shunaqa holatda endi havo chiqishi ham battarlashadi, jinsiy yaqinlikda namlik ko'payishi ham battarlashadi yoki haddan tashqari qurib, achishib ketish holati ham bo'ladi. Xo'p, xavotiringizga plyus yana nima bo'ladi? Qarang, xavotiringizga plyus o'zingizni ayblash qo'shiladi. O'zi men shunaqaman, o'zi men turmush o'rtog'imni yaxshi qoniqtira olmayapman, endi boshqasiga ketib qolsa-chi, qo'rquvlaringizga plyus shu narsalar ham ishlaydi va o'zingizdan недовольный bo'lib, o'zingiz ayblab, shunaqa tushkunlikka tushib ketasiz. Ichki holatingiz shunaqa bo'ladi, lekin tashqaridan o'zingizga oro berasiz, sochlaringizni chiroyli qilasiz, ranglari agar xiralashgan bo'lsa bo'yatib, o'zingizni masalan oynaga qarab turib chiroyli pardoz qilsangiz, bo'ldi, endi men erimga yoqishim foizi ortdi. Ya'ni meni ko'rib ko'zi quvnaydi deysiz, lekin erkak kishi уже birinchi uchrashuvdayoq sizni yaxshi ko'rganmi, sizga uylanganmi, demak sizni oxirigacha yaxshi ko'radi degani. Ko'ziga chiroyli ko'rinasiz degani. Xo'p, endi baribir ko'ziga chiroyli ko'rinarkansiz, siz yanayam chiroyli ko'rindingiz, endi erkak kishiga nima kerak? Sizni faqat chiroyingizga qarab o'tira olmaydi. Jinsiy yaqinlik paytida zo'r intim mushaklar kerak. Bu narsa endi sizni o'zingizni qoniqtirmayapti. Bu narsa ichkaridan turmush o'rtog'ingizga ham bilinadi. Endi haqiqat nima bilasizmi? Haqiqat sizni organizmingiz charchab qolgani yoki organizm orqaga ketgani emas, prosta ishlashi sekinlashib qolgani yoki qanchadir vaqt pauza holatida turibdi. Endi uni uyg'otib, uni harakatga tushirish mumkin degani. Siz agar ozgina harakat qilsangiz, xuddi men o'quvchilarim singari birinchi, ikkinchi moduldan уже turmush o'rtog'ingizni hayratga solib qo'yishingiz mumkin. Shuni aytmoqchimanki, faqat ayol tanasini ustida ishlashi, sog'ligini ustida ishlab, yana ham go'zallashib, yana ham sog'ayishi mumkin. U degani bo'ldi, endi sizda tiklanish yo'q, hammasi tugadi, hayotingiz shu joyda уже orqaga ketishni boshladi degani emas. Hech qachon tushkunlikka tushmang, hamma narsani iloji bor. Mana asl sabab, kenglikka sabab, masalan, ko'p stressga tushishingiz, organizm o'zini o'zi haddan tashqari ayblab, tushkunlikka tushib ketganingiz yana ham intim zonangizni kengaytirishga xizmat qilishi mumkin. Endi sizni qayta stressga tushiryaptimi? Intim zonada kenglik уже spalniyaga kirishga qanaqadir vahima, hayajon, qanaqa bo'lar ekan, nimaga keng ekan, hozir yaqinlik paytda yana havo chiqib ketsa nima qilaman degan qo'rquv bilan kirishingiz har safar siz organizmni qiynashingiz bo'ladi. Organizm sizga har xil signallar beradi. Intim zonada masalan выделение kelishi, yaqinlikda havo chiqib ketishi, yana ranglari qorayib qolgani, jinsiy lablar osilib qolgani bu sizga berilayotgan signal. Organizmga e'tibor ber, aynan shu zonangda narushение ketyapti. Biz unga quloq solmaymizda, prosta muammoni bostirishga harakat qilib, har xil toraytiruvchi vositalardan ham foydalanamiz, xohlasak operatsiya qildiramiz, xohlasak lazer kreslolardan foydalanamiz. Mana Kegel kreslosi deb ko'pchilik foydalanadi. Effekt olmadim deb yozishadi menga.
Bu narsalarni qilamiz, lekin holatimiz battarlashyapti. Shu narsa bizni ich-ichimizga ta'sir qilib, shunaqa qo'rquv, vahimada yuramiz. Keyin bu narsa organizmga yanayam yomon ta'sir qiladi. Shu bo'shashib qolgan, zaiflashib qolgan intim zonangiz battar kengayib, battar bo'shashib ketishiga xizmat qiladi. Shuning uchun ham stressni oldini olish uchun yoki shu to'planib qolgan stresslarni yengib o'tish uchun men birinchi modulimizda, o'sha kursimizda nafas mashqini o'rgataman. Qizlarni miyasi haqiqatda ochiladi, haqiqatda dam oladi, organizm sekin tinchlanib, yaxshi ishlashni boshlaydi. Endi, qinni bo'shashi va bachadonni pastga tushishiga nimalar sabab bo'ladi? Buni sabablari judayam ko'p. Siz prosta og'ir yuk ko'targaningiz bilan rezki tushib qolmaydi. Yoki bo'lmasam ko'pchilik so'raydi, "Tuqqanimdan keyin tushib qoldi" deydi. Yo'q, sizda uje tushish holati bo'lgan, lekin tuqquningizcha bu narsani sezmagansiz deb tushuntiraman. Chunki bizni yoshligimizdan, masalan, qabziyatdan qiynaladigan ayollarimiz judayam ko'p. Xo'p, qabziyatdan qiynaldingiz, yillar davomida qabziyat, qabziyat, qabziyat. Endi yo'g'on ichak bilan bachadon shunaqa holatda turadi, bir-birini xuddi yonidan mana ustma-ust o'tgandek joylashgan ichki organlarimiz, chunki joy kichkina, bir-birini ustiga o'tib joylashgan bo'ladi. Mana pastda siydik pufagi, tepada bachadon, uni ustida mana yo'g'on ichagimiz o'tgan bo'ladi. Yo'g'on ichak o'zini nomi bilan yo'g'on. Endi axlat to'planib ketsa, siz hojatxonaga har kuni kirmasangiz, u kengayib bachadonni ustiga tushib qoladi. Albatta, to'planib kengayib ketadi. Bachadon ezilgandan keyin u siydik pufagini ezadi. Keyin joy kattami, intim zonangiz kengmi, ikkalasi birgalikda pastga tushib qolishadi. Sabab nima? Qabziyat, gormonal narusheniya, homiladorlik, masalan, tug'ruqni qanaqa yo'l bilan tuqqan bo'lsangiz ham, masalan, amalga oshirgan bo'lsangiz ham tug'ruqni, kesareva bo'lasizmi, razriv bo'lasizmi yoki tabiiy tug'ruq bo'ladimi, baribir xohlasangiz, xohlamasangiz qiningiz kengayib bo'lgan. Chunki ichkari keng, bachadonni va bolani og'irligini ichki organlarimizni ko'tarolmasdan baribir kengayib ketgan. Endi xohlaysizmi, yo'qmi, baribir keng. Prosta tug'ruqda manjetka yaxshigina cho'zilib, keyin qayta tiklana olmay qoladi. Keyin muammo shunday ko'rinib qoladi. Kesareva bo'lsangiz ham hattoki ichki organlaringiz tushib, intim zona haddan tashqari kengayib ketganini qizlar menga ko'p yozishadi, ko'p savollar keladi bu haqda. Tushuntiraman ularga, yillar davomida bu narsa to'planib kelgan. Misol uchun, hozir qarasak, gormonal narusheniya judayam ko'p ayollarimizda. Xo'p, gormonlaringiz o'ynayapti, qabziyat bo'lyapsiz. Ha, keyin homilador bo'lib tug'ruq, shunga o'xshash ulanib ketyapti. Albatta, muammo borki, rivojlanyapti. Endi biz nima qilamiz? Intim zonani yaxshilab toraytirib, masalan, tushib qolgan bachadon nima uchun tushyapti? Intim zona kengligi uchun siyg'alib tushib qolyapti. Endi uni toraytirsak, tepaga ko'tariladi. Siqib tepaga olib chiqib qo'yamiz. Bu narsa oson, unaqa sizni ko'p vaqtingizni olmaydi. Siz faqat to'g'ri texnikada ishlasangiz, sizni boshidan mashqlarni to'g'ri-noto'g'ri qilayotganingizni tekshirib turganim uchun siz tezroq natijaga chiqasiz, Xudo xolasa. Ko'p o'quvchilarimda shunaqa bo'lgan. Endi hozir mana shu yerda test o'tkazamiz sizda. Xo'p, shu uchala muammodan qaysi biri bor? Ya'ni mana havo chiqishi, siydik tutolmaslik yoki ta'zga qanaqadir og'irlik tushishi. Bularni qaysi biri eng ko'proq sizda? O'ylang, siydik tomib ketadimi, yo'qmi? Havo chiqadimi, yo'qmi? Intim yaqinlikda. Keyin pastda qanaqadir tiqilib og'rish bo'ladimi? U og'rish deganim doim og'riydi deganim emas. Misol uchun, hojatxonaga kirib, hojatingiz chiqardingiz, ya'ni qabziyat bo'lasizmi yoki har kuni ichingiz keladimi? Ichingiz keldi, endi qanaqadir tiqilib og'rish bo'lyaptimi? Simillagan og'riq, unaqa kuchli og'riq emas, qanaqadir pastga tiqilib og'irlikni his qilyapsizmi, yo'qmi? Yoki hayz paytida bu narsa paydo bo'ladi. Hayz paytida ham shunaqa og'irlik paydo bo'lib turib oladi. Keyin ko'lganingizda yoki yo'talganingizda yo aksirganingizda yoki tezroq yurib yuborsangiz yoki qanaqadir sport bilan shug'ullansangiz, siydik tomib ketyaptimi?
yaxshilab quloq soling. Endi uchinchisi o'z nomi bilan havo chiqishi yaqinlik paytida bo'ladi yoki haddan tashqari u keng bo'lsa, o'tirganingizda, turganingizda prostagam havo chiqib ketib qoladi. Pik 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 bo'lib, tez-tez havo chiqib ketadi. Xo'p, bu joyda sizga bitta zo'r narsa o'rgataman. Ya'ni hozir mana Telegram kanalimda ham bor. Agar bu video tugagandan keyin link orqali Telegram kanaliga o'tsangiz, u joyda bonus bepul mashqlarimiz va diagnostika darsligimiz bor. Shuni yaxshilab ko'rib, tushunib, o'zingizni tekshirishingiz mumkin. Ungacha ham lekin hozir dars davomida qisqa, tezroq tushuntirib o'tib ketaman. Qo'llaringizni yuvasiz. Yarim yotgan yoki ginekolog kreslosida o'tirgan holatda ikkita chap qo'lingizni, ikkita barmog'ingizni qiningizga sekin kirgizasiz. Shuni yo'talib ko'rasiz. Tepadan nimadir tegyaptimi, tegmayaptimi. Ikkinchi bo'g'imigacha kirgizsangiz yetadi. Shu joygacha kirgizganingizda hech narsa tegmayaptimi, oldida yumshoq go'shtlar yo'qmi, orqada qattiqroq qanaqadir go'shtcha yo'qmi, tepadan tuxumsimon narsa urilmayaptimi? Agar urilmayotgan bo'lsa, yo'talib, xasakam sun'iy yo'talib tekshirishingiz mumkin. Bu narsa sizga ko'p narsani o'rgatadi. Shu aytganimdek Telegram kanaliga o'tasiz. U yerda judayam darslar ko'p. Bularni bepulga bemalol tomosha qilishingiz mumkin. Bu sizga asqotadi. Xo'p, endi o'zingiz tekshirganingizdan keyin muammoni aniqladingiz. Endi nima qilamiz? Havo chiqishi, masalan, sizga hozir tushuntirib o'tib ketaman. Havo chiqishi prosta muammo emas. Prosta intim zona sal kengayib qolganidan darak beradigan narsa emas. Bu jimgina yashirin ichimizda yashaydigan noqulaylik. Buni hech kimga ayta olmaymiz yoki bir dugonalarimizga ham ayta olmasligimiz mumkin, opa-singlimizga ham, onamizga ham ayta olmaydigan muammo. Bu eng yaqin insoningizni oldida sizni sharmanda holatga olib keladigan, o'zingizga bo'lgan ishonchingiz yer bilan yakson bo'ladigan muammo. Shuning uchun ham havo chiqishi eng og'ir simptom hisoblanadi. Sizda intim yaqinlikda yoki yurib turganingizda havo chiqyaptimi, demak bee'tibor bo'lmang. Bu ichingizni yeb bitiradigan muammo. Xo'p, CD tutolmaslik degani bu ham o'ziga yarasha judayam katta muammo, chunki CD tomib ketishi sizni shunaqangi yerga kirgizib yuboradiki, masalan, maza qilib kulayotganingizda tik tik tomib ketsa, deysizda, ichingizdan zir ketadi. Yoki bo'lmasa yo'talgani bezillaysiz. Masalan, allergiyasi bor yoki bo'lmasam prosta aks urganda pastga bosim polniy tushganini hisobiga sfinkter ochiladi va CD bemalol chiqib ketadi. Shu CDni kontrol qilib turadigan sfinkter degan ochilib yopiladigan a'zoyimiz bor. Bu CD kanalini boshida joylashgan bo'ladi. Ya'ni CD kelayotganda ochiladi, keyin zich yopiq turadi. Agar shu sal bo'shashib qolsa, CD kelyasi bemalol tashqariga chiqib ketadi. Bo'sh narsa tez ochilib ketadi. Xo'p, bu muammoni agar boshingizdan kechirgan bo'lsangiz yoki sizda bu muammo bo'lmasa, baribir beparvo bo'lishingiz kerak emas. Chunki CD pufagi, qin oldi devori tushmasa ham bachadoni tushgan ayollar va orqa yo'g'onichak tushgan ayollar judayam ko'p. CD bilan agar muammo bo'layotgan bo'lsa, siz tezroq harakat qilib, tezroq shu yaqinda boshlanadigan kursdan foydalanishingiz mumkin. Tezroq qo'shilasiz, mashqlarni to'g'ri bajarganingiz sari уже 1-2 kunda rezultat seziladi. Judayam ko'p o'quvchilarimda men o'ylagandan ham tezroq 3 kunda natija bo'lishi mumkin desam, ularda 1-kundanoq уже natija bo'ladi. CD oqib ketmay qo'ydi. Shu mashqlar sabab shunaqa tiklandi sog'ligim deyshadi. Уже 3 kun ichida ancha tiklanib, zo'r holatga keladi. Bemalol yuradi, bemalol aks uradi, bemalol yo'taladi, bemalol maza qilib kuladi. Xo'p, endi og'irlik hissi bo'layotgan bo'lsa, pastga bosim bo'layotgan bo'lsa, bu qorin degani emas, qorinni pastki qismi, ya'ni kindikni pastida qovug'ingiz bor. Shu qovug'ingiz sal oldiga chiqib qolgan bo'lishi mumkin. Qarasangiz, ushlab ko'rsangiz, sal oldiga chiqib qoladi va shu joyda kuchli og'irlik bo'ladi. Bu og'irlik
Nimadan kelib chiqdi? Bizni ichki organlarimiz osilib qolganidan pastga shu bosim bo'lib to'planib qoladi. Nima qilamiz? Bu bosim nimani anglatadi? Bachadon tushishini, bachadoningiz tushganini va CD puffangiz bosilib qolganini va uni ustida nima turadi? Mana qornimizda ichaklarimiz yo'g'on ichak va 12 barmoqli ichak, undan tashqari o't, jigar, oshqozon, hamma ichki organlarimiz qovurg'amiz pastidan boshlab shu joyimizda joylashgan, ya'ni qorin sohasida. Bu organlarimiz qanaqa ishlaydi? O'zini normasida turib ishlaydi, lekin homilador bo'lganimizda ular tepaga yig'ishtirilib, siqilib turadi. Qisilib turganda, bola chiqib ketishiga rezki tashlavoradi. Bu narsaga beparvo qaraymiz. Qornim chiqib qoldi, endi korset taqsam, qornim kiradi va ixcham chiroyli bo'lib qolaman. Bellarim ham ingichka bo'lib, zo'r bo'lib qoladi deymiz. Yo'q, lekin ichki organlaringiz bu korset bilan ko'tarilib qolmaydi. Lekin korsetni ziyonlarini shu joyida aytib ketsam, shu osilib qolgan ichki organlaringizni siqib mahkam korsetda bog'lab olasiz. U osilib turgan joyida g'ijimlanib, siqilib qoladi xolos. Sizga bu yechim bo'lmaydi. Sizga eng zo'r yordam beradigan narsa, hali boshida aytdimku, stressga nafas mashqini qilish kerak deb. Shu nafas mashq orqali sekin-sekin xuddi organlaringizni massaj qilgandek ko'tarish mumkin. Bu sizga eng zo'r yordam beradi. Undan tashqari mana kecha bitta o'quvchim aytyapti, qornim osilganida deydi, intim zonamga mashq qilyapman deydi. Siz bergan mashqlar juda ham zo'r ekan deb lichkamga yozib rahmat aytibdi. Shunaqa zo'r ekan deydi, qornim ham tortilib ketdi deyapti. Nimaga tortilyapti? Qarang, intim zonani ishlatib, ichkaridagi bosimni tepaga o'zini joyiga qaytaryapmiz. Ya'ni sizda osilib qolgan ichki organlarni sekin-sekin tepaga ko'targanimiz hisobiga har mashq qilganda qorni ham tortilib, chiroylilashgani uchun ham tashqari taraflama chiroyli, ham ichki organlaringiz o'zini normasiga kelyapti. Endi bu tug'ruqdan keyin hali aytdim-a, tuqqanimdan keyin shu muammolar paydo bo'lib qoldi deb. Yo'q, tuqqaningizdan keyin emas. Bu muammolar avvaldan paydo bo'lgan. Tushunib oldingiz degan umiddaman. Buni boshidan tushuntiryapman. Sizda avvaldan bu narsa shakllanib, masalan, qizlik paytingizdan shakllanib, уже turmushga chiqqaningizdan keyin bu narsa yaqqol ko'rinishni boshladi. Tuqqaningizdan keyin полный ochiqchasiga ko'rindi. Isitma kasallikni belgisi deymiz-ku. Isitmasi oshkor qilibdi degan gaplar bor. Shular shu joyda ishlaydi. Ya'ni bu muammo yashirin muammo emas, tobora ochiqlashib boradi. Sizni yildan yilga holatingiz o'zgarmayapti. Avvaldan shu narsa o'zgarib, narusheniya rivojlanib keldi. Endi ko'rinyapti xolos. Mana asl sababni tushunib oldingiz degan umiddaman. Bu ta'zimizda bo'layotgan muammo mushaklaringiz. U yerda mushaklar ishlaydi. Intim zonada, ya'ni qinda faqat mushaklar bor va shilliq qavat, teri bor. Bular teriga zarar bermasdan faqat mushaklarni o'zi bilan ishlasangiz, ich-ichidan tor bo'lib, kuchli, zo'r mushaklarga erishasiz. Endi sizda kenglik rivojlansa nima bo'ladi? Hech narsa sezmay qolasiz. Bo'ldi, hayotdan umidingiz ham so'nib qolishi mumkin. Balkim hozir shunaqa holatdadursiz. Yaqinlikka umuman qiziqishingiz yo'q, o'zingizga bo'lgan ishonchingiz past, tobora o'zingizdan nafratlanishni boshlaysiz va turmush o'rtog'ingiz oldida ham ancha xijolatli holatga qolganingiz uchun уже sovib ketasiz. Qanaqadir jinsiy yaqinlikdan ham sovib ketasiz, o'zingizdan ham уже zerikasiz. Bu muammo endi tugamaydi. Meni yoshim o'tdi deysiz. Siz 20 yoshdan o'tdingizmi yo 30 yoshdan oshdingizmi yo 40 yoshdan oshdingizmi, yoshingiz sizni уже qiziqtirmaydi, fizически уже charchagan, organizm bo'ldi, yetib keldi deb hafsalangiz pir bo'lishi mumkin. Keyin sizda muammolar yana ham avj oladi. Yana ham battar bajadoningiz pastlab, уже tashqariga chiqib qolganda keyin oxirgi chora operatsiya stoli bo'ladi. Boshqa chora qolmaydi.
Agar siz kelajakda, agar hozir mana men aytgan muammolar bor sizda, lekin hozir nimanidir bahona qilib, mablag'im yo'q, vaqtim yo'q yoki shu pulni boshqa narsaga sarflay, u kamim bor, bu kamim bor deb yursangiz, o'zingizdan pul qizg'onsangiz, mana 1 yildan keyin bu noqulayliklar judayam kuchayadi. Bu muammo paydo bo'ldimi, orqaga qaytarmagunizcha, masalan, mashq qilib tabiiy yo'l bilan orqaga qaytarmagunizcha, bu narsa sizda rivojlanib ketadi. U o'z-o'zidan shifo topib qolmaysiz. Hozir muammo kichik bo'lishi mumkin, ya'ni sizga oddiy muammo bo'lib tuyulishi mumkin, lekin 1 yildan keyin ahvolingiz battarlashadi xolos. U yaxshilanib qolmaydi. Masalan, shu barmog'ingizni kirgizganingizda ikkinchi bo'g'imigacha hozir tegayotgan bo'lsa bachadoningiz, уже birinchi bo'g'imga tegadigan yoki tahorat olyapsiz, qo'lingizga tegadigan darajada bo'lishi mumkin. O'ylayapsizmi? Bu eringizga qanchalik yoqmasligini, bu barmoqlaringizni ichkariga kirgizsangiz, u qattiqroq narsa. Endi o'ylang, erkak intim zonasi bu barmoqlarimizdan katta-yu. Qayerga kirib chiqyapti? Xo'p, u joyda bachadon xalaqit qilyapti-ekan. Nima uchun xalaqit qilyapti? Kengligi uchun, kengayib ketgani uchun bachadon shunday tushib olgan. Xo'p, u keng joyga erkak intim zonasi kirib chiqaversa, hech qanaqa lazzat o'zingiz olmaganingizdan keyin berolmayapsiz deganim. Ya'ni sizdan to'lig'icha rohat ololmayapti turmush o'rtog'ingiz. Endi o'ylang, tanlov o'zingizda. Shu holatda yashayverasizmi? Battar bachadoningizni tashqariga chiqib ketguncha qo'yib berasizmi? U operatsiyani yechim deb o'ylamang. U choklarni tekis qilib tiksa, unaqa qattiq tortmasa, yengil tikilsa, judayam idealniy holatda bo'lsayam, baribir sizga og'riberadi. Tortishgan, qanaqadir o'zingizda bo'lmaysiz. Tortishib, og'rib, ichingiz qatib, kuchanib, u choklaringiz bo'shashib, yana kengayib, yana bachadon tushib, уже men 1 yillik narsani aytmayapman. Operatsiyadan keyin 2 oyda уже shu holatga qaytib qolishingiz mumkin. O'zi 2 oydan keyin yaqinlik qilsangiz. Hech qanaqa sizga foydasi yo'q bo'lib qoladi. Pul sarflaysiz, mablag' sarflaysiz, joningizni xatarga qo'yib operatsiya bo'lasiz. Keyin 1 yildan keyin muammo battarlashgandan keyin operatsiya qildirasiz, lekin yechim bo'lmaydi. Operatsiya qilgan shifokoringiz aytadiki sizga yana qayta intim fitness bilan shug'ullanishingizni tushuntiradi. Chunki bu yechim emas. Intim fitness to'liq yechim bo'ladi senga. Shu holatni saqlab turasan deb yaxshilab tushuntirishi mumkin. Endi 2-3 yilda nima bo'ladi? CD tutolmaslik shu ketishda davom etsa, siz kontrol qilolmay qolasiz. CDni umuman kontrol qilolmay qolasiz. Agar 3-5 yilda nima bo'ladi? Holatingiz nima bo'ladi? Bachadoningiz pastda osilib yurgan, belingiz tinimsiz og'rigan, shunaqa engashib g'alati holatga, kampirlarni holatiga tushib qolishingiz mumkin. Endi 5 yildan uni u yog'iga jarrohliksiz, masalan, operatsiyasiz, u bachadon tushib, sizda narusheniylar bo'lsa, prosta narusheniya bo'lmaydi. Mioma rivojlanib ketishi mumkin, endometrioz, adenomioz degan kasalliklar rivojlanib ketishi mumkin yoki poliplar o'sib chiqishi mumkin. Siz sog'ligingizga bee'tibor bo'lyapsizmi? Sog'ligingiz o'z-o'zidan tiklanmaydi. Faqat o'zingizni harakatingiz orqali tiklanadi. Bachadon tushishi, mana operatsiya stoliga yotasiz, joningizni, pulingizni o'rtaga tikib qo'yib, nima bo'lsam bo'ldim deysiz. 2 marta operatsiya qildirgan, qayta-qayta 2 marta operatsiya qildirgan, masalan, bachadoni tushgan, operatsiya qildirgan, ko'tartirib olgan, keyin qanchadir vaqtdan keyin yana tushgan, yana operatsiya qilib ko'tartirgan ayollarni anchasini eshitdim. Olamdan o'tganini. Shunaqa xafa bo'ldim, 2 marta operatsiyadan keyin chiqmabdi operatsiya stolida, vafot etibdi deb. Qarang, qanaqa og'ir holat. Bu narsa bilan o'zingizni aldab, vaqt o'tkazganingiz bilan foydasi yo'q. Sizga hech kim kelib yordam bermaydi. Ko'chaga chiqishga mana uyalib qolasiz. CD tutolmaslik degani judayam katta muammo. Hozir protkladkada yurgandursiz, lekin ertaga pampersiz yurolmaydigan holatga kelib qolishingiz mumkin. Endi jinsiy yaqinlikda buni aytmasam ham o'zingiz his qilasiz. Erkak kishiga nima kerak? Ko'chadagi chiroyli ayollar, masalan, siz chiroyingiz bilan ushlab qolaman yo farzandlarim bilan ushlab qolaman desangiz, sizdaqasi ko'chada son mingta. Sizdan chiroylilarini topib olishi mumkin. Lekin
erkak kishiga birinchi o'rinda chiroy muhim emas. Farzandlar, masalan, sizni shirin so'zligingiz, boshqalar emas. Erkak kishi siz uchun sizga nima uchun uylangan? Qarang, o'zingizga oddiy savol bering, erim menga nima uchun uylangan? Xo'p, farzand uchun deylik, farzandlarni tug'ib berdingiz, endi nima qilishingiz kerak? Uni zavqlantirib, ya'ni stresslarini chiqarishiga, sizdan rohat olishiga yordam berishingiz kerak. Har xil rol o'ynab emas, hasakamdan o'zingizni orgazm olayotgandek qilib ko'rsatib, qanaqadir atmosfera yaratib emas, siz o'zingizni sog'aytirib bu narsani bering turmush o'rtog'ingizga, bo'ldi, boshqa hech narsa kerak emas. Siz o'zingizga shu joyda savol bering. Siz rostdan ham shuni xohlaysizmi? Hayotingiz o'zgarishini, sog'lig'ingiz tiklanishini rostdan ham xohlaysizmi? Yaxshilab ich-ichingizdan bu savolingizga javob isting. Endi sizga agar ha bo'lsa javobingiz, rostdan ham o'zingizni sog'lig'ingiz bilan ishlab, hayotingizni ham, turmushingizni ham yaqinlikdagi rohatni qaytarishni, ya'ni umuman nekomfortniy holat bo'lmasdan faqat zavq olib yashashni xohlasangiz, muammolaringiz hammasidan xalos bo'lishni istasangiz, men sizga hozir yechimini beraman. Har bitta, masalan, bu signallar bekorga berilmayapti-da biz organizmimizga. Miyamizga bekorga berilmayapti. Ta'zda muammo ketyapti. Qaramasang falokat. Masalan, haligi xavfdan ogohlantiradigan signallar bo'ladi-yu, chiroqlar bo'ladi. Misol uchun bitta bankka o'g'ri tushyapsa, signalizatsiya ishlaydi. U degani bank uje xavf ostida degani. Xuddi shunaqa sizga ham miyangizdan signal miyaga berilyapti. Ta'zdan signal kelyapti, lekin siz buni umuman eshitmayapsiz. Yo'q, o'chir. Mayli, nima bo'lsa bo'lsin. Bankdan pullarni o'marib ketsa ketsin, bank binosi turibdi-yu deysiz. Sizda ham xuddi shunaqa chiroyli qaddi-qomat va chiroyli tana bor, lekin ichkarida bo'm-bo'shlik. Ya'ni muammo bilan to'ldir, sog'lik yo'q, hammasi chilparchin bo'lgan. Shu xolos. Aytmoqchimanki, bankingiz xuddi o'marib chiqib ketgandek holatga rozisiz. Endi bizda metodika qanaqa ishlaydi? Aytmoqchimanki, bu muammoingizni hal qilish uchun YouTube'danmi yoki bo'lmasam ijtimoiy tarmoqlardanmi xohlagan platformangizda xohlagan mashqingizni olib sinab ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Yoki qanaqadir effekt ham olgan bo'lishingiz mumkin. Nimaga endi u narsa doimiy sizda qolmayapti? Nimaga endi muammolaringiz ichida yashayapsiz? To'liq sizni sog'lig'ingiz tiklanmadi. Bizda metodika shunaqaki, men ishimni boshladimmi siz bilan, oxirigacha birga turaman. Ya'ni sizni noldan intim mushaklaringizni his qildirib, ichki organlaringizni topib, u yerdagi yashirinib yotgan, uxlab ishlamay yotgan mushaklaringizni uyg'otib, ishlatib va sizni bu muammolaringizni hammasidan xalos bo'lishingiz uchun o'zim harakat qilaman. Ya'ni o'zim birga bo'laman. Yelkama-yelka siz bilan birgalikda, masalan 80% siz harakat qilsangiz, 20% men ter to'kib harakat qilaman. Chunki sizni natijaga olib chiqishim kerak. Bizda nafas olish texnikasidan boshlab, shu uxlab yotgan mushaklarni ishga solish, bachadoningizni intim zonani toraytirib, bachadonni ko'tarishgacha o'zim oxirigacha birga turaman. Birinchi bosqichda mana to'g'ri nafas olish orqali intim mushaklarni, tanani uyg'otamiz va keyin ham ichkaridagi organlaringiz yaxshi ishlashni boshlaydi, ham ta'zdagi mushaklaringizni topishni osonroq o'rganasiz. Endi ikkinchi bosqichda nima qilamiz? Xo'p, yashiringan mushak deganimda, hozir qiningizni yaxshilab siqing desam, siqolmasligingiz mumkin. Endi shu mushak qayerda joylashgan, qanday ishlatasiz, qanday topib olasiz, uni keyin bemalol harakatlantirish qanaqa bo'ladi, qanday siqsangiz qanaqa effekt bo'ladi yoki noto'g'ri siqsangiz qanaqa yomon oqibatlar bo'ladi, siz noto'g'ri qilib qo'ymasligingiz uchun men o'zim yaxshilab siz bilan shug'ullanaman va mana kursimizni ikkinchi modulida shu narsani ustida ishlaymiz. Birinchi modulda tanani uyg'otib, intim mushaklarni topamiz va to'g'ri topganimizga ishonch hosil qilib, bularni yaxshilab amalda qo'llab ketamiz.
3 bosqichda uje intim mushaklaringiz judayam mustahkam, judayam tonusda, zo'r ishlatyapsiz. O'zingizga bo'lgan ishonchingiz qaytdi. Endi bachadonni ko'tarish bilan shug'ullanamiz. Ya'ni bachadon osonlikcha ko'tarilmaydi. Ham og'ir, ham qattiqroq jism bo'lgani uchun prolapslarni ko'tarib, qinni toraytirib, bachadonni o'z joyiga qaytaramiz, xudo xolasa. Buni hammasini operatsiyasiz, hech qanaqa vositalarsiz tabiiy mashqlar yordamida qilamiz. Endi sizga taklif, xohlasangiz operatsiya yo'lini yoki shu muammolarni ichida yashashingiz mumkin, yoki xohlasangiz men bilan birgalikda sog'ligingizni tiklab, men bilan birgalikda harakat qilib, zo'r natijalarga, o'zingiz kutgandek natijalarga erishishingiz mumkin. Nima qilasiz? Uxlab yotgan mushaklar bilan yashashda davom etasizmi, muammoni battarlashtirasizmi? Yoki bo'lmasam, birinchi qadamni tashlab, men bilan birgalikda noldan shu mushaklaringizni his qilib, mashqlar qilib, sog'ligingizni tiklaysizmi? Endi nima uchun bu kurs sizga kerak? Aytganimdek, ijtimoiy tarmoqlarda judayam mashqlar ko'p, lekin nimaga effekt bermayapti? Bersa ham nimaga vaqtincha effekt berdi? Bu effekt siz bilan doimiy qolmadi. Shu narsani ta'minlab, sizni natijaga olib chiqishim uchun sizga aynan kurs kerak. Ya'ni siz to'liq sog'ayishingiz uchun, to'liq muammolaringizdan xalos bo'lishingiz uchun bu kurs aynan sizga kerak. Kursdan so'ng spalni xonaga bemalol boshingizni baland ko'tarib kirishingiz, o'zingizga bo'lgan ishonchingiz judayam ortib ketishi, yaqinlikda faqat zavq olishingiz, u sizga yoqishi uchun va bundan tashqari aytib o'tgan kasalliklarni hammasidan xalos bo'lasiz. Bu kursni 6 haftalik modullarga joyladim. Meni 6 yillik tajribamni 6 haftalik dars ichiga joylaganman. Bu yildan yilga takomillashib, kamchiliklari boyitilib, sizni qo'lingizga kelyapti. Aytmoqchimanki, oz vaqt sarflab, 10-15 minut vaqt sarflab o'sha natijaga chiqasiz. Xudo xolasa, unchalik ko'p energiya, vaqt talab etilmaydi. Prosta siz 10-15 minut o'zingizga qarab, men aytgan mashqlarni qilsangiz, xudo xolasa osongina natijaga erishishingiz mumkin. Xo'p, endi nima uchun men bularni ishonch bilan aytyapman? Chunki men mingdan ortiq ayollar bilan ishlaganman va bularni natijaga olib chiqqanim uchun ishonch bilan aytyapman. Mana bittasini SMSini o'qib beraman. Assalomu alaykum Dilshod opa. Men pulli kurslar bunaqa zo'r bo'ladi deb o'ylamagandim. O'zimcha mashqlar qilib yurar edim. Mana hali aytgan holatim. Sizni tanlab juda to'g'ri qilganman. Qilganimga behisob shukr. Bizga juda katta yordam beryapsiz. To'g'risi mashqlarni to'liq bajara olmayapman, lekin harakat qilyapman. Qaynonam bilan yashayman. Ko'rinmay qolsam darrov xonamga kirib oladilar. Bu kursda o'qiyotganimni bilmaydilar. Natijam bor, o'zgarishlar juda zo'r. Bilasizmi? Shuncha chiroyli ko'rinyapti, shunaqa chiroyli ko'rinyapti, deyapti intim zonasini. Juda zo'r, bilasizmi? Shunaqa chiroyli ko'rinyapti. Meni yuragim siz aytgandek ham yuragim deb atay boshladim. Erim Qozog'istonda, ular kelguncha inshaalloh o'zgarishlar bo'ladi. Buni hammasini sizning mehnatlaringiz, sizdan Alloh rozi bo'lsin. Biz ayollar mushkulini oson qilganingiz uchun debdi. Yana birini o'qiymiz endi. Mana. Assalomu alaykum Dilsora ustoz. Men o'zimda 1 oy ichida bo'lgan o'zgarishlar zo'r. 3 yil oldin ham Inti fitness kursiga qatnashgan ekanman. Mana fitness kursiga qatnashganman. Telefonim buzilib, gruppada yo'q bo'lib ketgan edi, deyapti. Mashqlarni qilmay ketuvdim. Bugun yorim mushaklaring qattiq bo'lib qopti dedilar. Keyin ulardan oldingi kursda ham shunaqa torayuvdimi deb so'radim. Bu gal ichlari bilan torayibdi dedilar. Shunaqa xursandman. Menga o'zi muammo umuman hissiyot yo'q edi, deyapti. O'zidagi muammo shu edi ekan, orgazm u yoqda tursin, qilt etgan hayajon qilsa,
Hislar yo'q edi. Endi shuni yo'liga qo'yib olsam, inshaalloh rahmat, bergan ilmlaringizga rozi bo'ling debdi. Orgazmga chiqish ham bitta san'at. Ya'ni orgazmga chiqish uchun intim zonalar zo'r ishlashi kerak. Xo'p, kursimiz 5 ta moduldan iborat. Mana sizlar tanishtiraman. Sizni hali aytgan muammolaringiz hammasi yo'q bo'lib ketadi, xudo xolasa. 5 ta modul ichida mana jonli efirlar o'tkazamiz. 2 ta deyilgan. 2 marta siz bilan jonli darslar o'tkazaman va chat gruppada men ham bo'laman. Men har bitta savollaringizga javob beraman. Mendan tashqari kuratorim bo'ladi, sizni nazorat qilib, mashqlar qilgan-qilmaganingizni tekshirib turadi. Endi birinchi modulga biz rejalashtirish modulini qo'shganmiz. Bu modulda siz to'liq sog'ligingizni tiklashingiz uchun mashqlarni qanday hayotingizga olib kirish o'rgatilgan. Ya'ni mindset darslari, siz mindsetingizni to'g'rilab, niyatingizni qanday qilishingiz kerak, maqsadni qanday qo'yishingiz kerak, hammasi o'rgatilgan. Ikkinchi modulda hali aytganimdek, uyg'onish moduli, ya'ni biz tanamizni uyg'otamiz, uxlab yotgan mushaklarimizni uyg'otamiz, tanani ishga tushiramiz. Uchinchi modulda hali aytganimdek, intim mushaklaringizni zo'r mustahkam qilish uchun mashqlar bajaramiz. Endi yangilanish va zavq san'ati bu darsimiz. Bu modulimiz juda ham katta darslik. Ya'ni sizga mashqlarni ich-ichingizdan his qilib, to'liq bajarishingiz uchun, ichlari bilan to'rayish uchun zo'r mashqlar tayyorlab qo'yganman va stretching modulini ham beraman. Stretching moduli taningizni, butun gavda holatini va umurtqada, misol uchun, gemoroy bo'ladimi yoki qanaqadir bel og'riqlar bo'ladimi, hammasiga xudo xolasa davo bo'ladigan mashqlar. Intim mashqlardan tashqari demoqchiman. Intim yaqinlik san'ati bu modulimizda endi intim yaqinlikda intim mushaklaringiz yana ham sezuvchanligi ortishi va o'zingizga bo'lgan ishonchingiz ortishi, intim mushaklarni harakatlantirish, ya'ni qinda bemalol harakat bo'lishini o'rgataman. Endi 6-chi eng asosiy va bonusga beriladigan kursimizda ayollik zavqi san'ati o'rgatiladi. Bu san'atni amalda qo'llaganingizda turmush o'rtog'ingiz haqiqatda hayron qoladi. Mana feromon tarqatish, orgazmga tayyorgarlik, hamma pozalar darsligi beriladi. Bular hammasi bonusga sizni intim yaqinlikda yanayam mohirligingizni, harakatchanligingizni oshirish uchun. Natijada siz to'liq taningizni uyg'otib, intim mushaklaringiz zo'r darajada tor va bachadoningizni ko'tarasiz. Undan tashqari ginekologik muammolaringiz hammasi hal bo'lib ketadi, xudo xolasa. Endi harakat qilish, natijaga erishish o'zingizdan. Agar hozir 25% lik kursga chegirmani olmoqchi bo'lsangiz, hozir ro'yxatdan o'tishingiz kerak. Pastda link turibdi. Linkni bosasiz va anketani to'ldirasiz. Telefon, ism, Telegram yopiq kanalimiz bor. Bu anketani to'ldirganingizdan keyin shu Telegram yopiq kanalimizga o'tsangiz, sizga hali boshida aytganim, bonus darsligimni linki bor u yerda. Yopiq Telegram kanalda u darslik ham bor. Buni olib, bemalol mashqlarni sinab ko'rishingiz va agar to'liq sog'aymoqchi bo'lsangiz, mashqlar haqiqatda sizga effekt bersa, to'liq sog'aymoqchi bo'lsangiz, admin sizga bog'lanadi yoki u yerda admin profilimiz ham bor. O'zingiz bog'lansangiz ham bo'ladi. Maqsadingiz agar turmush o'rtog'ingiz yagonasi bo'lib, shunaqa garmoniyada hayot kechirishni xohlasangiz, sog'ligingizni tiklab va o'zingizga bo'lgan ishonchingiz qaytishini xohlasangiz, hozir harakat qiling. Hozir ro'yxatdan o'ting va kursda sizni kutib qolaman. Kurs ro'yxatdan o'tishini tushundingiz degan umiddaman. Endi video foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib, yaqin dugonalaringizga, o'zingiz ilingan insonlaringizga tashab qo'ying videoni. Ularga ham foydali bo'lsin. Ularni ham hayoti o'zgarishiga siz sababchi bo'ling. Sog'ligini tiklab va turmush o'rtoqlari bilan garmoniyada yashashiga siz sababchi bo'ling. Kursda ko'rishguncha va Telegram yopiq kanalimizda juda ham kerakli ma'lumotlar va darslar bo'ladi. Bularni kuzatib boring. Kursda sizni kutib qolaman.